Assalomu alaykum. Ismim Karimova Nasiba. Grant ta'lim maktabida ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Avvalo ustozlik kasbi haqida to'xtaladigan bo'lsam, bu kasbni tanlashim uchun otam menga yo'l yo'riqni ko'rsatganlar va afsuslanmayman hech qachon ona tili va adabiyot yo'nalishini tanlaganimga. Chunki bu yo'nalish hayotga tayyorlov, bir hayotimiz uchun dastur bo'ladigan fanlar desak ham bo'ladi. Ona tili fanimizni o'zi savodxonlik, o'quvchini chiroyli yozuvga tayyorlash, kelajakda kasb tanlagan paytda ulardan chiroyli rahbarlar chiqishi, qobiliyatli rahbarlar chiqishini ta'minlab beruvchi fan. Adabiyot esa o'zgacha bir olam. Adabiyotga bo'lgan o'quvchilarning qiziqishini orttirish uchun avvalo ustoz ularni qalbiga yo'l topa olishi kerak. Chunki bilim faqat ong bilan qabul qilinmaydi. Balki ustozning bola qalbiga topgan yo'li, uni qalbida qozongan hurmati yoki mehri orqali bu fanga bolaning mehr muhabbatini, qiziqishini orttirish mumkin. Adabiyot darslarimiz orqali o'quvchilarda vatanga muhabbat, sadoqat, odob, axloq, mehr tuyg'ularini yanada kuchliroq shakllantirib boramiz. 8-sinf o'quvchilarida juda ham bir qiziq holat bo'ldi. Yaqindagina bir yangi ustozni sinov jarayoni uchun darsga taklif etishdi. Ochiq dars o'tib berdilar. Ular darsga sinfxonaga kirib kelishi bilan o'quvchilarning ko'zlari mo'ltiray boshladi. Ustoz, bizni keyingi yilda ularga berib qo'ymaysizmi? Bizni ularga topshirib yubormaysizmi? Yo'q, agar siz bu dars jarayonidan men kutgan natijani berib chiqib bera olsangiz, albatta men siz bilan qolaman, dedim. Ishonasizmi? Ular shunaqangi bir darsda faol ishtirok etishdiki, hattoki dildan suhbat qurgan paytimizda shu sinfda o'qiydigan bir o'quvchi, bu maktabga kelgunimgacha 7 ta maktabni almashtirganman. Ota-onam doim ustozlardan dakki eshitar, direktor xonasiga haftasiga hech bo'lmasam bir marta kirar edi degan o'quvchim darsda eng faol ishtirok etdi. O'sha begona kelgan ustoz unga minnatdorchilik bildirdi. Bu menimcha 1 yil davomida meni bu maktabga kelgandan keyin erishgan natijalarim bo'lsa kerak. Eng avvalo yuqorida aytganimdek, o'quvchini qalbiga yo'l topa olsakkina, mehr muhabbat qozona olsakkina, qalb bilan o'z bilimimizni ularga singdira olishligimiz mumkin. Bu maktabga kelgan o'quvchi shunchalar bir unga talpina boshlaydiki, buni o'zimni o'g'limni misolida ham aytib o'tishim mumkin. Eng avvalo bu maktabga kelganimda o'g'limni yaxshiroq maktabda o'qitish maqsadida ta'lim muassasasiga o'tganman, ish faoliyatimni o'zgartirganman. 3-B sinfida Gulnor opani sinflarida o'qiydi o'g'lim. Maktabda o'qituvchini hurmatini deb davlat maktabida unga baholarni qo'yib yuraverishgan ekan. Bu maktabga kelganida juda ham uni baholari tushib ketdi. Hayotga nisbatan qiziqishi so'nganday, moslashishi qiyin bo'lganday bo'ldi. Ammo ustozlarning mahorati sabab rus tilini umuman bilmaydigan o'g'lim hozir bemalol rus tilidagi kitoblarni o'qiy oladigan, kitobga mehri uyg'ongan. Oyi, endi yana maktab almashtiraman desangiz, yana boshqa sinfga o'tqizaman desangiz, men bu yerdan hech qayerga ketmayman. Hatto siz ketsangiz ham degan shartlarni hattoki menga qo'ya oladigan darajadagi qarorlarni hayoti uchun qabul qila olmoqda. 8-sinfda yana bir o'quvchi bor. Hozir aytganingizdek, she'r o'qish, she'riyatga qiziqtirish bolalarni bugungi kunda juda ham bir muhim. Agar o'qituvchi rolga kirisha olmasa, mahorat bilan dars o'ta olmasa, jonli ko'rsatib bera olmasa darsini, uni bolaga qizig'i yo'q. Amaliyotda ko'rsatib berishimiz kerak. Amaliyotda o'rnak bo'lib berishimiz kerak. Kerak bo'lsa, asarlardagi rollarimizni ijro etib berishimizga to'g'ri keladi. She'rlarimizni shunaqangi bir yurakdan aytib bera olishimiz kerakki, o'zimiz birinchi o'rnak bo'lib. O'sha eng partani orqasida o'tirgan bolani ham yuraklari zirrab ketishi kerakda. Bir monolog o'qiganimda she'riyatga qiziqtirish uchun umuman she'r o'qimaydigan, she'r yodlamaydigan bir bola, ustoz, qo'shimcha darslarga meni shogirdlikka olasizmi? Men ham shunaqa she'r yodlay olamanmi sizga o'xshab degan bir fikrlarni aytgani men uchun quvonarli holat bo'ldi. Ya'ni o'quvchi qachonki o'qituvchiga savol bersa, o'quvchi uning uchun yangiliklar eshigini ochib bera oladi. Ilmsiz ustoz bir mevasiz daraxtga o'xshaydigan bo'lsa, o'quvchilarni bir sharafisiz, o'quvchilarning hurmati, e'tiborisiz, o'qituvchi ham
bir hayoti ma'nosiz bo'lib qoladi. Qachonki ulardan eshitadigan e'tirof uni o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Grant ta'lim maktabi o'z faoliyatini boshlaganiga juda uncha ko'p fursat bo'lmagan bo'lsa-da, ko'plab rus sinflarida, rus maktablarida o'qigan o'quvchilar bu maktabda tarbiya ustun ekanligi, tilga e'tiborning kuchli ekanligiga e'tibor qaratib, mana shu maktabga intilib kelganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Shu fursatdan foydalanib biz ona tili va adabiyot o'qituvchilarining oldida juda katta mas'uliyat turadi. Qachonki bola o'z ona tilisini, ya'ni o'zbek tilini yaxshi bilsagina, chet tillarini yaxshi o'zlashtira oladi. Yuqorida aytganimizdek, buning uchun avvalo bolani fanga qiziqtirish, uning muhim ekanligini ularga uqtira bilish juda ham zarur. O'quvchilarga bu borada 1-sinfda imlo savodxonligini oshirish, harflarni yozishni o'rganish uchun beriladigan 2 chiziq daftarlardan foydalandik. Boshida yuqori sinf o'quvchilariga biroz erish tuyulgan bo'lsa-da, keyinchalik yozuvlarda, husni xatda, imlo qoidalari asosida yozilishida, so'zlarini chiroyli holatga keltirishida bu ancha samarali usul ekanligini tushunib yetib, o'zlari ham darslar jarayonida bu 2 chiziq daftarda uyalmasdan yoza boshlashdi. Bu ko'rsatkich bizni yanada quvontirdi. Keyingi yilda ham xuddi shunday holatda boshqa sinflarda bu jarayonni davom ettirishni oldimizga katta maqsad qilib qo'yganmiz. Bundan tashqari, O'zbekistonda davlat universitetlarining hammasida ona tili majburiy fan sifatida o'qitiladi. Ularni yo'l-yo'lakay bugungi kundagi darsliklarimizda qoidalar berilmagan bir holatda bizda qo'shimcha darslardan tashqari 1 soatdan to'garaklar ajratib berildiki, aynan mana shu testlar bilan ishlash bolani grant ta'lim maktabidan to'g'ridan-to'g'ri universitetga kira oladigan holatda tayyor tarzda yetkazib berishni oldimizga katta maqsad qilib qo'ydik. O'zbek tilidagi so'zlarni, izohlarini tushunishga qiynalayotgan o'quvchilar endilikda qiziqish bilan ularning izohlarini so'rashni o'rgandilar. 2, 3, hattoki 0 darajadagi bilim saviyasiga ega bo'lib, imlo xatolari diktantlarida juda ham ko'p qiladigan o'quvchilarimiz bugungi kunda yuqori natijalarni qo'lga kiritishdi. Ayni vaqtda bu borada yana oldimizda katta maqsadlar qo'yganmiz. Keyingi o'quv yilida bularni albatta o'quvchilarimiz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Chunki biz o'quvchilarimiz hamkorligida ular bilan yashaymiz, ular bilan yosharamiz, ular bilan yangi ilmlar uchun eshiklarni ochamiz. Mustaqillik albatta ulug' ne'mat. Lekin mana shu mustaqilligimizga qanchalar qiyinchilik bilan erishilganligi haqida tarixlarda ko'p o'qiymiz. 1989-yil 21-oktyabrdan oldin Toshkentda o'z ona tilimizni egallanishi uchun, ona tilimiz qaytarib berilishi uchun ko'tarilgan qo'zg'alon haqida hech eslamaymiz. Bu rolikni qayta-qayta har bitta sinf o'quvchilariga qo'yib berganimda ona tiliga bo'lgan ularda muhabbat uyg'ona boshlaydi. Chunki bu tilga mashaqqat bilan, mehnat bilan erishilgan. Qarang, hali mustaqil davlat emasmiz. Bu mustaqillik uchun qo'yilgan bizning ilk qadamimiz, ilk o'zbek ekanligimizni bildirib turuvchi menligimiz edi. Til millatning yuragi. O'zbek tili bizning yuragimiz. Qachonki bolalarimiz o'zbek tilida sof, ravon holda so'zlay olsa, o'zini haq-huquqini o'zbek tilida baralla aytishdan uyalmasa, demakki biz yutug'imizga erishdik. Biz o'zbek ekanligimizni butun dunyoga ko'rsatib bera oldik. Aziz ota-onalar, men istardimki, siz mana shu ilm maskanimizga farzandlaringizni qo'llaridan yetaklab olib keling. Ular xoh rus tilida so'zlashsin, xoh Amerikada yashagan bo'lsin yoki boshqa davlatda. O'zbek degan qoni bormi? O'zbek degan millatdanmi? Biz uni o'zbek sifatida shakllanishiga, o'zbek ekanligini ko'rsatib bera olishini, baralla o'zbek tilida gapirib bera olishiga yordam bera olamiz. Biz sizni kutib qolamiz.